qochishdi-da yo'limni. Shunday joylarda aylanib, Omobatga yetib kelish. Ko'pchilik aytadi, ikkita uchta shahardan voy qiynalib bordik, voy yo'ling og'ir, uzoq. Ola, har bitta yangi yo'l, har bir yangi shahar o'zicha chiroyli. Nimagaki bilmagan, ko'rmagan joy odam har doim qiziqish uyg'otadi. Bu narsa bor, bo'lgan, bo'ladi. Площадь to'fasi bo'ldi. Так, postava bo'lsa. Buni Tillozavod, Tillozavod magazin. Bitta metro yo'q ekan. Kazino. Oy, qizil yonib turibdi. Kazino degan joy bor. Haqiqatda kazino. Kimlar kiradi? Kafe topdim. Kafe notu Vespaio. Mana deganlar narsani qo'shib. Juda chiroyli. Eng qizig'i battel lo'lilarni ko'rsalaring, bitta shaharini bosishyapti, Koshitsa degan joy bor. Ana shu yerda lo'li bosib qolibdi. It qattini qaranglar. Bu охотничий itlar-ku nimaniki? Kinolarda ko'rardim hali. Boyarinlardagi itlar. Otlarda meni охота qilishadi-ku, o'sha tollarda itlar yuguradi. Shunaqa itlar. Terranova degan bu kiyim-kechim magazin. Площадь bor ekan, основной площадь bor ekan. Hop. Nima haqida aytdi? Magazin Billa. Bu kim bilsa agar Billa degan oziq-ovqat magazini bor. Kim bu haykallar? Bu haykallarni qaranglar. Vallahi qizlar, do'stlar, hammadan uzr so'rayman. Videoda kachествosiga qo'lda ushlab ketib olyapman, endi so'kmaysizlar. Bular tushunmadim baribir. Hech nimani tushunmadim-ku, qiziqarli ekan. Hech nima deydimi? Bu yerda nimadir bo'lyapti. Rasm chizyapti yerda. Rossiyada. Ko'p ko'rardim buni. Siniy vetka deydi, kim bilsa agar. Yerlarda hali portretlar qo'yib olib rasmlar chizishardi. Охотник aytmadi, o'sha esimga chiqib qoldi. Xudoga shukr, esimga chiqibdi. Batlarda qatlar ekan. Bu ham bir asosiy ploshadlardan biri. Faqat maqtar ekan joy. Hali yerda haykali chiqib turadi dedi, ishchini. Agar Braslavning rasmini, videosini kimdir ko'rgan bo'lsa, yerdan lyuktamdek odam chiqib turgan joyi bor edi, haykal. Bronza, ishchi. O'sha topmoqchi edim. Endi ozgina bo'lsa ham ko'ringlar shu shaharlarni, Slovakiya shaharlarini. Kimdir keldi erta. Shahardan qaraydi. Kimdir keladi shu joylarga. Xudoga shukr, mana bizga ham shu Farg'onada bitta ikkita marg'ilonli yaxshi bolalar yordam berishib, harakat qilishib, viza olib berib ish bilan joylashgan emas. Ko'pchilik shuni o'ylar ekan, bu viza olib ma'ni yerga ishga joylab qo'yadi. Yo'q, bu xato fikr. Bular ana shu vizani olishgacha dokumentlarni tayyorlashga yordam berishdi. Men o'zim ham aytdim-ku. Ana shu borib dokumentlarni to'plab, har xil страховка tomonlari, biz bilgan bilmagan tomonlari, yuridiskiy tomonlar, hatto shunaqa joylar bor ekanki, shaytonning o'zi ham adashib qoladigan. Shularga yordam berib,
Mana Xudoga shukr. Ishchi bilan gaplashib ular bizdan shu ishlashda biladigan quvvati yaxshi, oyoq qo'li but, aql hushi joyida bolalar bor deb ishchi bilan bir og'zim gaplashib shu vizalarni Xudo xolasa qo'limizga olib shu joylarga keldik. Ular aytyapman-ku, hech qanaqa sizga vizani olib masalani olib borib ishga joylashib qo'yib palon pul bo'ladi. Yo'q, bu xato. Shu bolalarning bitta narsani aytamanki, mana aytgan gaplariga mana javob berishadi. To'g'ri, orada bizni mani ushalib qolgan joyim bo'ldi. Ko'pchilik ozgina kutib qolgan joylari bo'ldi. Nimaga? U ham qanday? O'tgan yil agar tarixni ochib videolarini ko'radigan bo'lsalaring YouTube'da. Bitta Bratislavani, shu Slovakiya davlatini bir suv bosdi. U ham tabiatda. Bitta yarmarka bo'lyapti. Shirinlik yarmarkasi. Asalda. Hamma yo'q bu. Yaxshi ko'rganlar uchun. Vino degustatsiya. Vino vodka. Bularda vodkasi aroqni ichiga bir bolalar quyib, qo'shib, shunaqa qilib aroq ichadi. Torroz deysizmi, qovun deysizmi, hamma bor ekan. Bitta bu Bununla ile çay içip falan koyduk çıkanlar hamile. Nasıl yaklaşmalar? Ben seni seçelim. Ne ki? Ben buluş gibi. Oh my goodness. Can I see you? Can I shoot? Can I camera switch? Oh, thank you. Mana şimdi bir yarım euro. Bular boshqasi. Men hozircha harakat qilyapman. Tushunishga 1,5 euro nima uchun arzon, nima uchun qimmat. Misol kirib, bu kafega bitta obed qilib chiqib ketishingiz, misol birinchi, ikkinchi plus bitta choy endi beradi, krujkada beradi. Birinchi, ikkinchi plus bir ishlamdan choyingiz boringki bir 2,5-3 euro. O'sha obed. Nega o'sha obed qilamaysiz? Atak mana ko'chalarga tassallar qo'yib kafalar qo'yishdi. Neki eng qizig'i bitta ertalabda bir krujka pivodan ertalab boshlanadi. Haqiqatda bir krujka pivo bilan bular zavtrak qilishar ekan. Tuxum qovurishda ham ko'rsalaring, yo o'sha skоворodka bilan boshiga solasizlar yo. Ekan narsa. Tipana qaraydi. Ash tipana o'zini ko'rsatib, mana shunaqa joylarda kichkina ko'chalar. Mudatu, narx-navolarda. Narx-navolar bitta hali ruscha qilib aytganda spetsifический. Misol, endi bizda ham shunaqaki, bitta magazinda buncha tursa, kartoshka buncha, so'zi buncha bo'lsa, yoqda nabarot bo'ladi. Kartoshka qimmatroq, so'zi arzonroq bo'lsa, keyingi magazinda so'zi qimmatroq, kartoshka arzonroq. Shunaqa bo'ladi. Bir-biriga to'g'ri kelavermaydi. Matdagi o'zaro davlatlarni ko'rsalaring.
Men hozir nimanidir ichiga kirib qoldim-da, men hali endi atrofi yuqori deb olsa. O'ngga yursang, boshingdan ayrilasan, chapga yursang, boshingdan ayrilasan. Tomonga bo'yicha. Kafeda qaranglar, chiroyli qilib qo'ygan. Neki yana bir narsa. Misol batta qanaqa ekan? Bratislavani chekka joyida kofe, men kofeni yaxshi ko'raman, ko'pchilik biladi, ayolman, deylarman biladi. Bir chekka joyida kofe 2 yevro bo'lsa-da, mana shu sentrda ham, shu yerda ham shu 2 yevro. Hali sentr ekan, turistik joy ekan, narxni ko'tarib oladi, unday narsa yo'q ekan bu yerda. Shuning uchun batlarda narx-navolar o'zgarmaydi, lekin qo'rqmay o'sha kichkina janjoycha. Qo'rqmay shatda bemalol o'sha ishni qilaveradi. Misol odamda shunday o'ylaydi-da, misol Bratislavani yo Slovakiyani bir chekka joyda misol bir ma'lum ishda bir 30 yevroga qilib maytga kelib, bat sentr joy batda ko'proq beradi degan bu xato. Xuddi o'sha ishni xuddi o'sha pulga qilinadi. Nima demoqchiman? Bu tomoni ham o'sha pulga tushar ekan. Mana bu pivnoy bar. Pub deyiladi. Bitta bar bas ekan, pub ekan. Barlar ham bor-ku, endi bitta ko'proq pub deyiladi ekan. PUBG emas, kimdir deganda. Filmkalar. Batlar odam yashaydigan uylarimiz. Ularda kameradan o'qib. Devordan suv oqish joyi degan narsa bor. Yondirasa devordan oqib tushadi. Bu chekkaga agar ishlayotgan bo'lsa ham. Bitta ko'p muzey ko'p ekan nihoyatda. Lekin muzeyning ichida ham misol Bratislavani bir o'zini ma'lum bir nimasi yo'q. Hali nima deydi? Orcha. Aytib bir bola qo'yishyapti. Ma'lum bir tarixi bordir hamki, unaqa hali Amir Temurga o'xshagan bizda misol Chingizxon bizga emas. Shularga o'xshagan bir katta tarixlari yo'q. Bular jicha. Kimdirdan kalta ishi, kimdir qo'shimcha shu. Bor tarixi shu. Mana bir bo'lsa o'sha katta ploshadga keldik. Bitta har xil tilda eshitasizlar. Fransuz, ingliz, xorvatlar ko'p ekan bu yerda. Ya'ni Xorvatiyagacha ham o'sha yerda ozgina yo'q. Mana aytganlar. شكله تبع مجايك. Mana aytganlar. Aytganlar. Mana shuni men videoga bitirib Men at work. Ishlayotgan ishchi. Mana bugunga qo'yilgan maqsadga erishildi. Endi xudo xolasa sekin uyga borib I love the pizza. Birinchi kelganimizda mana misol bitta o'rtacha pizza sotib olish 1,5 yevrodan 3 yevrogacha. Bemalol bitta odam to'yadi. Shu aytyapman-ku, o'rtacha misol obed narxi shu 3 yevroda. Biz ishxonada ham даже misol ovqatga alohida karta berilgan. Oziq-ovqatga har kuniga 3,5 yevrodan o'sha oziq-ovqatga
Biz kartamizga, alohida kartamizga har kuni kechga 3,5 yevrodan pul tushadi. Mana bu ham kimdir. Ha, bu nima? Nima restoranlarda yo katta joylarda eshik ochib beradi-ku, nimadir turadi mana. Ah, otasimdan chiqib qoldi-da. Reception emas. Konsiyerj. Mana asosiy plощади ham keldi. Mana shu Bratislavani asosiy plощади bo'ladi. Ketaga biz chiqarmasa kerak yo'q. Ha, bitta yana bir narsa. Misol har xil restoranlar bor, bunaqa kafelar bor. Misol hozirgina o'tib ko'rdim, men nimaga tasvirga tushdimi, tushmadimi bilmayman. Yujniy Koreya, Janubiy Koreyani nimasi? Kafesi, Angliyani kafesi. Boshqa yonimizdagi davlatlarning kafesi, Fransiya, Xitoyning kafesi. U Xitoyda ovqatini yonidan o'tib turdim. Tavba qildim. Jo'qcha qiynab qo'ydi havosi. Haykalda qaranglar. Mana ozgina bo'lsa ham Bratislavani, Slovakiyaning Bratislava poytaxtiga plощадlarda tasvirga olib, ozgina bo'lsa ham bo'lishdim mana. Tepani keyingi planlarim boshqa davlatlar. Eng qizig'i mana shu joydan Shvetsiyaga, Nivaga, Venaga borish 13 yevro bir tomon bo'ldi. Yoqqa borib kelish 50 yevro. 50 yevroga tushdi. 25 yevroda, 26 yevro. Vengriyaga jicha qimmatroq. Bolalar mana ketishdi nimaga? Germaniyaga mana oldimizga bitta vodli bola ketdi Germaniyaga. Yana shu yerdan ketdi, Bratislavadan ketdi. Bir tomoniga 23 yevroga ketdi. Bitta avtobus. Mana yetib bordi. Borib o'sha joylashib boshladi. Bu yerdan u joyda qanaqa vaziyat? Aytayapti, hech nima o'zgarmadi. Ko'chalar kengroq deyapti batga qaraganda, endi mana plощадlarga qaraganda. Shu havo, shu ko'cha, shu odamlar. Da o'zgarish. Hali qishloqdan Amerikaga boqa va dvoradigan joyda deyapti. Oyliklarda endi YouTube'da ko'p joyda aytishadi. Shu oyliklar qanchada? Mana ular bilmayman. Bitta oyliklar o'rtacha oylik 1200-1300 yevro. Bu o'rtacha yaxshi desa ham bo'lar ekan bu oylikda. Nimagaki bitta oylik misol 700 yevrodan boshlanar ekan. 700 yevrodan boshlanar ekan oyga. Bizniki Xudoga shukr shuni 2 barobar balandrog'i. Albatta aytmoqchi 2-3 kundan keyin hali belый ночь deydi, oq kechami, oq kechqurunmi shunaqa bo'ladi. Albatta uni qanday qilishadi? Mana shu hozirga aylangan plощадьni tomlaridan lampalarni tortishib, qilib butun shaharni yoritishadi. Bu hali YouTube'da ham ko'rsalar ham bo'ladi. Mana agar charchamasam ko'rsatiladi video bo'laman. Endi uni ham shu shanba bo'lgan kunlarga qilsa kerak. Ko'ramiz. Xudoga shukr. Biz ishlarga jo'natgan bolalarga katta rahmat. Umrlaringiz bo'lsin. Shunchalik ish beruvchilar bilan gaplashib, yotoq joylarimiz komfort plus bolalar. Ba'zi bir xonada 2 kishidan 3 kishidan ortiq mumkin emas. Gaz, suv, plita hamma yo'q bepul.
bir haftada bir marta постельный belyoni ular almashtirib berishadi. Kecha kiyim-kechaklarni 3 ta shim, 2 ta kofta, 2 ta futbolka, oyoq kiyim qilib kecha ishxonadan ust-boshlarni berishdi. Xudo xolasa dushanba kuni sahar soat 6 dan 2 ga qadar ishni boshlayman. Soat vaqtimiz 3 soat sizlar oldinda yurar ekansizlar, O'zbekiston oldinda yurar ekan. Ishxonamgacha mana 8 kilometr. Bitta avtobusda ertalab o'tiriladi, 10 minutga qolmay yetib boradi. Ishxonaga kirib, kiyimni almashtirib, bemalol ishga chiqiladi. Ichkarida o'zi obed stalovi hamma yo'g'i bor. Ishqilib zo'r. O'sha aytilgan примерно o'ylangan narsa haqiqatan ham shu to'g'ri. Yaqinda xudo xolasa shu Slovakiyaga yana kvota ochiladi degandek bo'ldi. Ko'ramiz. Ozgina til o'rganib, endi har bir davlatni oldiga borishdan oldin qonun-qoidani sal-pal o'rganib, tilda ozgina tushunib kelsa, bu odamga juda katta plyus bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kim oxirigacha ko'rgan bo'lsa rahmat. Sog' bo'linglar. Keyingi davlatda ko'rishguncha.